Sen zulm qilsang bo'laveradi demayaptilar. Urib kaltaklasang bo'laveradi, haqorat qilsang bo'laveradi, dil ozorli qilsang bo'laveradi demayaptilar. Avanin indakum, vaqtinchalik omonat. Alloh bu omonatdan so'raydi, seni mulking emas. U omonatga xushyor bo'l deb payg'ambarimiz alayhisalom ayollarga yaxshi muomala qiling, ayollar bilan yaxshi munosabatda bo'ling. U zeroki sizning huzuringizda Allohning omonatidirlar. Buni qarang, payg'ambar alayhisalom ummatlari ayollar haqqiga xiyonat qilishlarini, ularga zulm qilishlarini bilganlari uchun qiyomatga yaqin shunday toifalar chiqishini bildilar. Namoz o'qib, ibodat qilib, ayoliga zulm qiladiganlar, xiyonat qiladiganlar, dilozorlik qiladiganlar, ularni badnom qiladiganlar chiqadiganligi uchun payg'ambarimiz alayhisalom bildilarki, sizlarga vasiyat qilaman dedilar. Agar kim mana shundaygina ayoliga ana shunday ishni qiladigan bo'lsa, Allohga va rasuliga urush e'lon qilgan bo'ladi. Allohga va rasuliga buni eshitib olaylik, urush e'lon qilgan bo'ladi. Alloh taolo qilma deyapti, Alloh taolo chiroyli muomala qil deyapti, u bilan murosa qil deyapti, u bilan chiroyli bir munosabatda bo'l deyapti. Payg'ambarimiz alayhissalom sizlarning yaxshilaringiz men bilan qiyomatda birga bo'ladigan bo'lsa, ayoliga yaxshilik qilsin deyapti. Istavsu bin nisa'i khayron. Mani vasiyatim ayollaringizga yaxshilik qiling deyaptilar. Kimki Allohga va rasuliga qarshi bo'ladigan bo'lsa, odamlarga jarchilikdan chiqqan odam, u odam demakki tirik murdadir. Hech qanday uni sajdasida, uni ibodatida, uni harakatlarida xayr va baraka yo'qdir.